alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Aziz din qardosh mo'min birodarlar, kuni kecha namoz o'qishlikni tartibi haqida bir video joylagan edik. U yerda ovoz yo'q edi. Shuning uchun ba'zi bir do'stlarimizning iltimosiga muvofiq ovozi bilan bir jonli o'yin qilishni niyat qilgan edik. Bu yerda pasha bor ekan. Endi qarangda, namoz o'qish bunchalik tartibli qilingan. Nima kerak bor bu narsani? deb savol berishibdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, namozlarni qoyim qilinglar. Joyiga qo'yib qo'yinglar. Namoz o'qishlikni Hazrat payg'ambarimiz alayhissalomga Jabroil alayhissalom o'rgatganlar. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga o'rgatganlar. Har bir joyiga qo'yib o'rgatganlar. Sahobiylar radhiyallohu anhum ajmain Rasululloh qanday namoz o'qisalar shunday o'qir edilar va juda ko'plaridan hadis rivoyat qilinganki, men sizlarga Rasulullohni qanday namoz o'qishlarini ko'rsatib beraymi deb namoz o'qib ko'rsatishgan. Tahoratlarini qilib ko'rsatishgan. Men sizga Rasululloh tahorat qilgandek qilib tahorat qilib beraymi deb ko'rsatishgan. Aziz do'stlar, bizni namozimizdan boshqa nimamiz bor? Shuni ham chiroyli qilib, Xudo rozi bo'ladigan qilib o'qimasak, nimamizni olib boramiz Robbimizning oldiga. Ey bandam, sen nima olib kelding desa, namozda olib keldim deydigan bo'lish uchun zo'r qilib o'qish kerak. Namozni o'rgatadigan kitoblarni o'qib o'rganish kerak. Ishonasizmi? Men o'zimdan olay, domlamiz aytar edi, namoz o'qishni yaxshi o'rganinglar. Iloji bo'lsa umringizni oxirigacha o'rganing. 92-yili bir domlamiz namoz o'qishni o'rgatgan edi menga. Shundan beri namoz o'qishni o'rgatadigan qanaqa kitob bo'lsa o'qib, o'shandan o'rgangim kelaveradi. Shulardan biri deb qabul qilingizlar, faqirni shu namoz o'qishlikning tartibini bir qator yengilroq esimdan qolganicha aytib beray. Shu o'zingiz o'rganib yurgan kitoblardan biri deb qabul qilsangiz, sizga yoqqan joyini olsangiz, yoqmagan joyini tanbeh o'laroq meni o'zimga bildirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, namozga kirishdan avval kishi Robbisiga ro'paro bo'layotganini qalban his qilsa yaxshi bo'ladi. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari Imom Husayndan so'rashgan ekan, nega bunchalik hayajonlanasiz desalar, men hozir kimni oldida turaman bilasizlarmi deyilganlar. Shunaqa bir o'zini tayyorlasin avval ma'nan. Keyin moddiy tayyorgarlik bor, o'zini tanasidagi tayyorgarlik. Qiblani topsin, qiblaga rosa ham ro'paro bo'lsin, pokiza joyda tursin. Iloji boricha men o'zimda shunday bo'ladi, oyog'imdan boshlab boshimning ustigacha bir marta qarab olaman. Oyog'im to'g'ri turibdimi? Birinchi oyog'imga qarayman, to'g'ri turibdimi? Qiblaga to'g'ri tursin oyog'ingiz. Ba'zi bir kishilar oyog'ini haligi o'rdak oyog'iga o'xshatib oladi, ikkala tomonga qaratib oladi, yonboshga. Yoki ichiga qaratib oladi. Oyog'ingiz qiblaga rosa to'g'ri tursin. Oyog'ini ayollar sal torroq ushlaydilar. Oyog'ini orasini iloji bo'lsa yopishtirib tursa ham bo'laveradi, ayol kishilarniki. Endi bu yog'i muvozanatga qarab, ba'zi kishilar kattaroq bo'ladi. Shunga qarab oyog'i ham sal kattaroq ochiladi. Buni zarari yo'q. Eng yaxshisi erkaklarga shu 4 barmoq miqdoricha tursa, ozg'in erkaklar shunaqa turaveradi. Juda yaxshi bo'ladi. Oyog'i shunday qiblaga qarab, oralari 4 barmoq miqdoricha tursin. Bir qator tanangizga qarab ko'ring. Ba'zi bir kishilarning kiyimi juda uzun bo'ladi, oyog'ini ham yopib turadi. Oyoqni ikkala yonboshida turgan narsani bizdan nima deydi? Oshiqmi? To'piqmi? Oshiq deydimi? Oshiq deydimi aytadi? Oshiq deydi, kuyov bolani aytadi. To'pig'i deng. Shu to'piq
to'pig'i ko'rinib tursin erkaklarniki, ayollarniki yopilib tursin. Ayol kishi iloji boricha agar kiyimi oyog'ini betini yopmasa-chi, paypoq kiyib olgani yaxshi. Chunki oyog'ini beti ham, to'piqlari ham yopiq tursa yaxshi bo'ladi. Xo'p, bir qator qarab chiqyapsiz, kiyimlaringiz yaxshi. Chunki siz uchrashuvga tayyorlab ko'ryapsiz. Oshxonada kiyadigan, molxonada kiyadigan, hunar qilayotgan paytingizda kiyadigan kiyimingizdan boshqa Robbingizga ro'para bo'ladiganda kiyadigan kiyimingiz bormi? Shuni kiyib oling. Ayollarni alohida atayin o'zlarini namozxonalari bo'lsa, ayol kishini ayvonda o'qigandan ko'ra uyini ichida o'qigan yaxshi. Masjidda ko'ra ayvondan ko'ra uyini ichida o'qigan yaxshi. Qani endi uyda bir masjidi ham bo'lsa, mehrobi bo'lsa, shu joyda joy namozi bo'lsa, joy namozini tepasida beshilkada maxsus keng hamma joyini yopadigan kiyimi bo'lsa. Maxsus ro'mollar ham bor, bilasizmi? Haligi tikilganda oldi ochiq emas. Qo'li ham shu ro'molning ichida turadi. Takbir aytganda ham hattoki ro'molning ichida takbir aytadi. Xullas tayyor. Ayol kishi ham tayyorgarlik ko'rdi, sochlarini ham yopgan, yuzlarini ochiq turibdi-da, tomoqlarini ham yopgan. Ayollar agar yenglari keng bo'lsa, takbir aytganda qo'llari ochiq tushib qoladigan bo'lsa, biron bir rezinkaga o'xshagan narsa bosh barmoqqa ilib oladi. Shunda rosa qulay bo'ladi. Shu tartibda niyat qilasiz. Niyatda shart shuki, namozda ismini aytsangiz. Bamdod namozini o'qishni niyat qildim. Bamdodni sunnatini yoki farzini, 2 rakatligini deyishliklar uncha shart emas. Yoki qiblaga yuzlanib degan so'zlar aytsa yaxshi bo'ladi, zarur emas. Zaruri shu namozda ismini aytsin. Masalan, bamdod namozini o'qishni niyat qildim deb o'zi farzni aytadi. Niyat qildim deydi. Yuzi qiblaga qarab turibdi. Allohu akbar deb takbir aytadi. Shu Allohu akbar takbiri amaliga barobar bo'lsin. Ana aytganda qo'llar ko'tarilishni boshlasin. Akbarni risini aytganda qo'llar bog'lansin. Qarang. Allohu akbar. Ayol kishilar yelka barobarga ko'taradi qo'llarini. Erkak kishilar mana shu bosh barmog'i qulog'ini yumshog'iga barobar keladi. Hadislarda keladi, Rasululloh takbir aytganlarida qulog'ini yumshog'iga kelar edi barobar. Ulamolar mana shuni tekkizib qo'yishni aytishadi Hanafiylar. Tekkizib qo'ysa shuni barobarga to'g'ri keladi. Shunday qilib takbir aytdi. Hozir aytganimizdek, ana aytganda harakat boshlandi. Shuni eslab qoling, boshqa joylarda ham keladi shu tartib. Allohni as harfini aytishni boshlaganda harakat boshlandi-da, r harfida qo'llar bog'landi. Qo'l bog'langanda erkak kishilar qo'llarini mana shu ikkala barmog'i bilan mana bu bo'g'imdan ushlaydilar. Ichkarida shunday ko'rinish, tashqarida mana bunday ko'rinish. Mana shu holatni kindigini pastiga qo'yadilar. Kindigini tepasiga qo'yishlik yoki ko'kragini ustiga qo'yishliklar to'g'ri emas. Bizni o'tgan ulamolarimiz mana shu tartibni to'g'ri deb bilishgan, kitoblarda shuni yozishgan, mana shu tartibni sizga aytyapmiz. Mana shunday qiling, to'g'ri bo'lsin. Boshqa odamlar ham sizni namozda xato qilmayotganligingizni ko'rsin, Robbingiz ham ko'rsin. Bu shunchalik tayyorgarlik ko'ryaptiki, hech ham xatosiz, eng chiroyli qilib namoz o'qiyapti. Qalbi ham huzurda, ya'ni Xudosi bilan hozir, amaliyot ham shunga muvofiq bo'lyapti. Qo'llarimizni kindigini pastiga bog'ladik. Tikka turganda odamni jag'i ko'ksiga tegib turmasin. Bunday qilib, ba'zilar shunday turadi-ku, pastga tekkizib yoki tepaga qarab oladi. Bular xato. Yoki yukini bitta oyog'iga tashlab oladi. To'g'ri tursin, mustaqim. Qo'llar bog'landi, jag'i ham to'g'ri, jag'ni mana bu pasti polga to'g'ri bo'lsin. Ko'zingiz sajdagohingizda bo'lsin. Ko'zlar olma termasin.
Ammo biron bir sabab bilan ko'z sal boshqa tomonga qimirlashini zarari yo'q. Ammo yuz qimirlashini zarari bor. To'g'ri turdingiz, sajdagohingizda ko'zingiz, qo'lingiz to'g'ri bog'landi, oyog'ingiz, tizzangiz buklanmayapti, to'g'ri turibdi, ko'ksingiz ham to'g'ri turibdi. Ko'ksingiz engashib qolmayapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda namozlarda xushu bilan turadilar deb maqtaydi. Xushu bilan turishim kerak deb turib egilib olmang. Xushu qalbda bo'ladi. Sizga lozim bo'lgan narsa namozda tikka turing. Ka'annahum bunyanun marsus deydi Xudo. Xuddi tikka bir-biriga yopishib turgan uylar qanday turadi? Shunday qilib safda turadilar odamlar. Hop. Namozni boshlaymiz. Boshqa kamchiliklar qolmadi-yo'q. Namozni sano duosi bilan boshlaymiz. Subhanakallohumma a'uduni aytib, bismillahni aytib, alhamduni o'qiysiz. Alhamdu surasidan keyin bir sura alhamduga qo'shasiz. Keyin rukuga boramiz. Rukuga borganda hali bir gap aytdik-ku, Allohu akbar kalimasiga tana amali mutanosib kelsin. Allohu akbarni asini boshlaganingizda siz egilishni boshlang. R'da egiring. Ba'zi bir imomlar orqadagi jamoa men bilan barobar yoki mendan avvalga o'tib ketmasin deb turib, rukuga borganda aytadi Allohu akbar. Mana shu xato. Siz rukudan jamoat u narsani eshitib, miyada tahlil qilguncha siz yarimiga yetib borasiz. Ruku qilasiz. Rukuingiz to'g'ri, beringiz rosa to'g'ri tursin. Erinmang, birodarim. Yoningizdagi do'stingizga, ayolingizga, o'g'lingizga iltimos qiling. Men ruku qilaman, sizlar qarab turinglar, to'g'ri turibmidimi belim? Mana bu bosh beldan ko'tarilib ketmasin, pasayib ham ketmasin. Ba'zi odamlar Allohga rukusini yana ham pastroq qilish uchun chig'anog'ini egib, belini rosa pastlatib ushashadi. Sizdan Robbingiz ishlarni to'g'ri qilishingizni xohlaydi. Shunda rozi bo'ladi. Erkak kishini chig'anog'i rosa mahkam, tikka tursin. Egilmasin. Ruku paytida chig'anoq egilmasin. To'g'ri, xuddi haligi ustalar bir narsaga kashak qilib qo'yadi. Ana shunday mahkam tursin, belni to'g'ri ushlasin. Chig'anoq mahkam bo'ladi. Qo'l tizzani shunday ushlaydi. Ayol kishilar tizzasini ushlamaydi. Ayol kishilar qo'lni to'g'ri yozib, tizzasiga olib boradi. Tizzasini erkak kishi bukmaydi. Esingizda qolyaptimi? Erkak kishi tizzani bukmaydi, tizza to'g'ri turadi. Ayol kishi bukadi, sal bukadi. Ayol kishi tizzani sal bukkanning evaziga orqasi tashqarida ko'rinayotgan biron bir odam ko'rib qolsa, orqasi bo'rtib xunik bo'lib turmaydi. Tizzani sal bukadi. Shunda ko'kragi ham o'ta engashib olmaydi. Mana shu tarkibda ruku qiladi ayol kishi. Erkak kishi to'g'ri ruku qiladi. Ruku qilayotganda ko'zlari oyog'ini betiga qarab turadi. Bizni videochimizda xatosi bilan ko'z sajdagohga qarab qoldi. Oyoqqa qarasin. Videochini eshitdim. Ruku qildingiz. Bizni kitoblarimizda, onalarimizni o'rgatishida Subhana robbiyal azimni 3 marta aytasan deb o'rgatadi. Birodarlar, bu rosa ishi shoshilib turganda odamniki. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim deb ko'proq aytib olinglar. Qancha uzoq tursangiz shuncha rohatlanasiz. Eng kamida 10 ta aytavering. Bemalol bo'lsa-da, boshqa paytda eng kam 3 marta. Subhana robbiyal azim deb aytingiz. Undan keyin yana haligi gapni qaytaramiz. Sami'allohu liman hamidah. Sni aytganda harakatni boshlaysiz. Oxirida h harfi bor. Hamidah. O'shanda tikka turasiz.
Samiallohu liman hamidah. Robbana lakal hamd. Tikka turganingizni miqdori ham iloji bo'lsa, rukuni miqdorida bo'lsin. Ba'zilar tikka turganga o'xshab qaytadi. Tikka turmaydi. Ba'zilar tikka turiboq qaytadi. Yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytgan ekanlar: tovuq don cho'qigandaqa qilmanglar. Tup. Tegadi-yu turadi. Rukuga ham tegadi-yu turadi, turiboq yotadi. Namozni shunday o'qingki, har birini joyiga qo'yib, har bir amal, masalan, ruku bitta amalda, rukudan turganda bitta amal. Ruku qanaqa amal? Tikka turganingizda ham biroz miqdor turishlik shunga o'xshash amal. Samiallohu liman hamidah. Ba'zilar samialloh deb boshini ko'tarib oladi. Unaqa ham bo'lmasin. Yoki past ham bo'lmasin. Tikka tursin, qo'lini pastga tushirib, Robbana lakal hamd. Bitta rukuda nima deyatadi? Subhana robbiyal azim. Azim bo'lgan, buyuk bo'lgan Robbimga tasbih aytaman, poklab eslayman dedi. Keyin nima dedi? Robbana samiallohu liman hamidah dedi. Kim Allohga chin dildan, ixlos bilan hamd va sano aytsa, Alloh uni eshitadi. Mana shu gapni aytdimi? Shu gapni aytgani uchun endi o'zi bir hamd aytib qo'ysin, Alloh eshitadigan qilib. Eshitadi degani o'zi qabul qiladi degani. Nima desin? Robbana lakal hamd. Shunday aytingki, Robbisi eshitadi dedi-ku, shunga muvofiq chin dildan Robbingiz qabul qiladigan qilib ayting. Biroz turdingiz. Keyin sajdaga borasiz. Sajdaga borganda Allohu akbar deb takbir aytasiz. Qanday? Yuqorida o'rganganimizdek. Amal shu takbirga to'g'ri kelsin. Qarang. Allohu akbar deb sajdaga yetib borasiz. Sajdaga borganingizda r ayting. Tikka turganda a ayting. Endi sajdaga borishni o'rganib olaylik. Sajdaga borayotganda birinchi yerga qo'lingiz yetib bormasin. Ayol kishiniki qo'li yetib borsin. Erkak kishini birinchi tizzasi yetib borsin. Tizzasi yerga yetib borguncha ko'kragi egilmasin. Umidjon eshitdingizmi? Shuni qilib ko'ring o'zingiz. 1, 2, 3 marta, 4 marta qilganingizda o'rganib olasiz. Qaytaraman. Sajdaga ketayotganda ba'zi bir kishilar qo'lini oyog'iga tekkizmay sajdaga boradi. Rosa qiynaladi, tup bitib tushadi yerga. Qo'lingizni tizzangizga ushlab muvozanat saqlaysiz. Tizza yerga tekkuncha ko'kragingiz egilmaydi. To'g'ri shunday tushasiz, yerga tegdi tizzangiz, ko'ksingiz egilishni boshlaydi. Qo'lingiz shunday joyga tushsinki, o'sha joyga sajda qilganingizda qulog'ingizning yumshog'iga bosh barmog'ingizni uchi tushsin. Sajda paytida erkaklarning barmoqlari mahkam ushlanadi. Bunday bo'lib qolmasin yoki bunday bo'lib qolmasin yoki yonboshga qarab qolmasin. To'g'ri qiblaga. Qo'lingiz tegdi, keyin burningiz tegdi. Keyin peshona tegdi. Sajda paytida burun bilan peshona bir xil yerda tegib tursin. Ko'p odamni ko'raman, peshonasini ko'tarib, boshini uchi bilan sajda qiladi. Mana shu sajda bo'lmaydi. Ikkovi mahkam tursin. Mana shu turganda oyog'ingizni ikkovini ham barmog'i ezilib, uchi qiblaga qarab qolsin. Ba'zi odamlarni ko'rasizmi, barmog'i bunday turadi. Yoki sajdadan oyoqni ko'taraveradi. Kechagi videomizni ostiga bir kishi ovoz kelmay qoldi bizga. Ovoz kelmayaptimi? Kelyapti deng, mikrofonimiz ulanmagan.
aytgandaqa namoz o'qimasak bo'lmaydimi, deyapti. Ya'ni namoz o'qiyapmiz, jondayin deyapti bittasi. Nima qilib odamni qiynab debdi. Men hozir aytayotgandaqa namoz o'qimasangiz yo makruh bo'ladi yoki namoz buzilib qoladi. Masalan, Ibodat Somiya degan kitobda bir gap keladi. Sajda qilayotganda oyog'i agar yerdan uzilsa, namoz buziladi deydi. Sajda qilganda oyog'ingizni yerga biroz bosing, barmoqlar qiyshayib, uchi qiblaga qarab qolsin. Sajdani duosini aytishga keldik. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Oliy bo'lgan Robbimni poklab eslayman. Mana shunday muborak gapni qanday aytasiz? deb aytasiz. Shunaqa tez aytadiki, ba'zilar hali siz subhanani aytmasdan siz bilan birga sajda qilgan odam tika turadi. Birodarlar, kishi Robbisiga eng yaqin bo'lgan joyda sajda joydi. Robbingizga eng yaqin bo'lgan joyingizni shuncha qisqa qilasizmi? Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Oliy bo'lgan Robbimni poklab eslayman. Oliy bo'lgan Robbimni poklab eslayman. Mazza qilib eng kam 3 marta ayting. Yoki 5 marta, 7 marta, 10 marta sajda bo'lmay qoladi deb qo'rqib. Shunaqa endi Ikrom aka. Boshini o'zi bilan sajda qilsa bo'lmaydi. Hazrat Imom Azam rahmatullohi aytadilarki, sajda peshona va burun bilan bo'ladi. Nima dedi u? 3 marta aytadi. Undan keyin boshini sajdadan ko'taradi. Sajdadan ko'tarishda birinchi peshonani ko'tarasiz, keyin burunni ko'tarasiz, keyin qo'lni ko'tarasiz. Yana haligi tartib, Allohu akbar deb ko'tarasiz-ku. Allohu akbaringiz amaliyotingizga teng kelsin. Allohu akbar deb o'tirib qolasiz. Yana eslataman, imomga o'tgan do'stlarimiz o'tirib olib aytadi Allohu akbar. Unaqa qilmanglar. Sajdadan ko'tarayotganda ani boshlab aytavering, odamlar baribir sizga ulgurmaydi. Ya'ni sizdan biroz kech qoladi. Allohu akbar. O'tirdingiz, qo'lingiz rosa chiroyli bo'lib tizzani ustiga tushdi. Erkak kishini barmoqlari o'tirganda sal bemalol turadi. Erkak kishini barmog'ida namozda 3 xil holat bor. O'tirganda o'zini holatda turadi, sajdada mahkam qisilib turadi, rukuda katta ochiladi. Ayol kishini hamma holatda barmoqlari qisilibroq, bir-biriga yaqin turgani yaxshi. Mahkam ushlamasa ham bir xil turgani yaxshi. Xo'p. Mana buni tizza deb o'ylaylik. Tezkari bo'lib qoldi. Mana bu tizza deylik. Barmoq mana shu joyga kelsin. Mana bunday bo'lib qolmasin. Yoki sond ustiga ham turmasin. Tizzaga rosa uchiga kelib to'xtasin. Oyog'ing, haligi birinchi sajdadan qaytdik hozir. Oyog'ingiz, chap oyog'ingiz, xuddi kanki uradigan narsa nima deydi? Nima kanki deyman, uni to'p uradi-yu, qo'li bilan cho'paydi. Kankini cho'pagida. Shunga o'xshab qiyshaysin oyog'ingiz. Chap oyoqni ustiga o'tirasiz. Chap oyog'ini barmog'ini uchi biroz egilib qiblaga qarasin. Qarang, shunda o'ng oyog'ingizni tikka qilasiz, yonboshga tikka turadi. O'ng oyoq barmoqlari qiblaga qaraydi. Chap oyoqni agar eplolmasangiz, o'ng oyoqqa tirang. Shunda uni ham uchi qiblaga bo'lib qoladi. Shunday o'tirdingiz. Buni ikkala sajdani orasidagi o'tirish deyiladi. Ikkala sajdani hakkay tayoqchasi. Ikkala oyog'ini ham o'ng yonboshdan chiqarib oladi.
ulandimi? Facebook ulandi yana qaytarib. Hop. Qayerdik? Ikkala sajdani Svetoch bo'pti. Akmal deydi. Ikkala sajdani o'rtasimida? Ikkala sajdani o'rtasida bir o'tirish bor. Mana shu o'tirishdachi, itminon deydi. Biroz o'tirib oling. Sajdangizda qancha turdingiz? Shuncha o'tirsangiz ham yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sajda qilganlarida o'tirganlarini shu sajda qilgancha o'tirdi degan gap bor. Biroz o'tirdingiz. Juda mazada. Sajda aytdik-ku, Robbisi bilan eng yaqin joy bo'lgan joydi. O'tirdida yana sajdaga borgisi kelyapti. Yana boradi. Allohu akbar deb haligi tartibda sajda qiladi. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Deb endi turishga tayyorgarlik. Tikka turadi. Birinchi peshonani ko'tarasiz, keyin burunni ko'tarasiz, keyin qo'lni ko'tarasiz. Ba'zi bir kishilar qo'lni ko'tarishdan avval tizzani ko'taradi. Mana shu erkak kishiga xato. Ayol kishiga bo'ladi, yoshi katta odamlarga ham bo'ladi shunday qilsa. Xo'p, endi sizga ko'hlisingizni tikka qilib olgandan keyin tizzangizni yerdan o'zing. Rosa chiroyli chiqadi. Tartib sunnat tartibi shunday. Allohu akbar deb tikka turganda rga yetib kelasiz. A'dan boshlaysiz. Xo'p, bu narsani muhimligi nimalardan iborat? Ba'zi bir imomlar birinchi sajdadan o'tirayotganda shunaqa uzun takbir aytadiki, bu yerda eshitgan odam imom tikka turyapti deb o'ylaydi. Va tikka turishga harakat qiladi. To'g'rimi? Buni uzunligi mana bu ikkinchi sajdadan turayotganingizda odamlar sizni tikka turyapti deb o'ylasin. Ya'ni uzoq aytasiz. Yerdan tikka turguncha yetkazing Allohu akbar. Allohu akbar deb tikka turdingiz. Ikkinchi rakat boshlanadi. Mana shu tartibda namozni agar o'qisangiz, mashaalloh juda chiroyli bo'ladi. Sunnatga muvofiq bo'ladi. Xo'p, ayol kishilarga ham tegishli ma'lumotlarni aytib o'tdik shular ichida. Endi namozingiz tugadi. Namoz tugagandan keyin salom beriladi. Salom berganingizda yuzingizni oqligini orqadagi odam ko'radigan miqdorda boshingizni egasiz. Ko'zingiz yelkangizga tushadi. Namozda ko'z qayerda bo'ladi? Tikka turganda sajdagohida. Ruku qilganda oyoqlarida. At-tahiyotuga o'tirganda chap qo'lini ustiga yoki ko'ksiga. Salom berganda shu yelkasining ustiga tushadi ko'zi. Bu yoqqa salom berganda ham shu yelkasining ustiga tushadi. Salom berganda kimga salom beradi o'zi odam? Salomni kimga berish kerak-ku? Agar yolg'iz o'qiyotgan odam bo'lsa, assalomu alaykum va rahmatulloh deb yolg'iz o'qiyotgan odamning oldida farishtalar bo'ladi. Shularga salom beradi. Assalomu alaykum va rahmatulloh bu tomondagi farishtalarga salom beradi. Agar jamoat uni o'qiyotgan bo'lsa, imomning chap tomonida bo'lsa, imomga salom beradi. Va mana shu chap tomondagi odamlarga va farishtalarga salom beradi. Agar imomni o'ng tomonda o'qiyotgan bo'lsa, bu tomonga qaraganda imomini ham niyat qiladi, odamlarni ham va farishtalarni ham niyat qiladi. Shularga salom beradi. Shunday qilib namozdan chiqadi. Namozdan chiqqandan keyin ixlos bilan duo qiladi. Namozdan chiqqandan keyingi duo ijobat bo'ladi. Duo qilayotganda qo'llarini oldi, uni yuziga qarab tursin. Qo'llarini balandligi ko'kragida bo'lsin. Orasi biroz ochiq bo'lsin. Shunday qilib ixlos bilan duo qiladi. Duo qilgandan keyin
shu qo'llarini yuzlariga surtadi. Shu tartibda namoz tugaydi. Masjidda namoz o'quvchi kishi masjidga kirishdan avval albatta duo qilib kiring. Ma'sur duo bor. Eskilardan kelayotgan duo bor. Allohumma ftahli abvaba rahmatik. Ey Allohim, menga rahmat eshiklarini och. Mana shu masjidda turar ekanman, qancha tursam e'tikofni niyat qildim deb o'ng oyoq bilan kiradi. Agar e'tikofni niyat qilsa, masjidda bir ho'plam suv ichish ham mumkin, biron bir narsa yeyish ham mumkin va masjidda o'tirgan miqdori to'liq e'tikofni savobi yoziladi. Masjidga kirgan kishi albatta birinchi safni mo'ljallasin. Chunki Allohning rahmati birinchi safga yog'iladi. Birinchi safga tushgan rahmatdan ortib qolgan haligi bir joyga suv tushsa chachraydi-ku, chachragani ikkinchi safga tushadi. Keyin uchinchi safga, keyin to'rtinchi safga. Tushundingizmi? Birinchi safni mo'ljallang, faqat shart shuki, odamlarning yelkasidan oshib o'tmang. Bo'sh joy bo'lsa o'ting. Bo'lmasam ikkinchi saf, uchinchi saf, to'rtinchi saf. Masjidga kirganingizda baralla salom berib kirmang. Odamlar namoz o'qiyapti, tasbih aytyapti, Qur'on o'qiyapti. Hamma o'zi bilan ovora. Haligi duoni aytib kiring. Kirsangiz kimdir sizga qarabdi. Shu odamga o'ziga assalomu alaykum deb qo'yasiz. Shunday qilib kiring. Xo'p, juma namozida imom xutba aytayotgan ekan. Imom xutba aytayotgan paytda birodarlar, bir-biringiz bilan gaplashib o'tirishingiz, xayol surib osmonga qarab o'tirishingiz to'g'ri emas. Chordana qurib o'tirish ham to'g'ri emas hattoki. Attahiyotida o'tirasiz, shunaqa qilib o'tirsangiz rosa zo'r bo'ladi. Imom xutba aytayapti, siz shunday ta'zim bilan xutba eshitishni vojibda. Ta'zim bilan namozda o'tirgandek o'tirib eshitasiz. Hay, aziz do'stlar, qadrdonlar, mana shunday namoz o'qishlikni ulamolar yaxshi ko'rgan. Kitoblarda yozishgan. Shuni Alloh yaxshi ko'radi deb aytishgan. Shunday namoz o'qishlikni nasib etsin. Bolalaringizga ham shunday namoz o'qishni o'rgating. Boshqalar o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu bola umrini oxirigacha namoz o'qisa, otasiga, onasiga savob yoziladi. Salomat bo'linglar, namozlaringizni Alloh qabul etsin, namozlarimizni Alloh qabul etsin. Bizlarni va bolalarimizni namozxon tutsin Alloh. Amin. Allahumma ja'alna muqimas salati va min zurriyyati. Robbana va taqabbal du'a. Ghufranaka robbana va ilaykal masir. Ya Arhamar Rahim. Allohu akbar. Salomat bo'linglar.